Hayz siklining buzilish sabablarini tushuntirib bering degan SMS keldi. Hayz sikli, menstrual siklning buzilishi ayollarda ko'p uchraydigan holat hisoblanib, bunga turli sabablar sabab bo'lishi mumkin. Gormonal sabablar, estrogen progesteron muvozanatining buzilishi, qalqonsimon bez kasalliklari, tuxumdon polikistoz sindromlari, ruhiy charchoq, ya'ni kuchli depressiya bo'lishi mumkin. Keyin oziqlanishning buzilishi, kam vaznlik, semizlik, diyetaning o'zgarishi, infeksiya va yallig'lanish kasalliklari, tuxumdon, bachadonda bo'ladigan yallig'lanish infeksiyalari, jinsiy yo'llar orqali yuqadigan infeksiyalar, kuchli dori-darmonlarni ishlatish va yana boshqa sabablar laktatsiya davrida bo'lishi mumkin, menopauza, klimaks davrida bo'lishi mumkin. Shu sabablar orqali normal ko'rib turgan hayz sikli buzilishi mumkin. Agar sizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, turmush tarzingizni o'zgartirishingiz, ruhiy charchoq, stresslarni kamaytirishingiz, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanishga o'tishingiz shart. Qaysi holatlarda ayollar shifokorga murojaat qilishi lozim? Hayz sikli bilan bog'liq muammolarda kutmasdan ayollar shifokorga murojaat qilishlari kerak. Agarda ayollarda 3 oydan ko'p hayz siklining ko'rmasligi, qorin pasti, bel sohasida kuchli og'riqlar, hayz sikli paytida qonni ko'p miqdorda va ko'p kun davomida ko'radigan bo'lsa, ya'ni 1 soatda 1 taglik to'ldirsa, davomiyligi 7 kundan oshsa, homiladorlikka gumon paytida qindan yomon hidli ajralmalar, sariq, ko'kish rangli ajralmalar, qin sohasida qichish, achishish belgilari bo'lsa, yallig'lanish belgilari bo'lsa, tana harorati 38 gradusdan yuqori bo'lsa, bu vaqtda ayollarimiz o'z-o'zini davolash o'tkazishi xavfli, darhol ginekologga murojaat etishlari shart.